Kimni videosiga qarasang negativlar bor. Farqi yo'q, qanaqa video bo'ladi? Yaxshi video bo'ladimi, yomon video bo'ladimi, faqat negativ. Boshqa davlatlarda ham shunday negativlar bormikin? Yo faqat o'zbeklar negativlik qilarmikin? O'zini hurmat qilmaydiganlar yoki qo'ldan hech bir ish kelmaydiganlar negativlik qiladi. Kontent qiling desa, uni negativ fikrlarni hech kim qo'llamasligini biladi. Shuning uchun kimdirlar ko'tarilayotganini ko'ra olmasdan negativ yozadi. Lekin u negativ fikrlar hech kimga qiziqmasligini, faqatgina o'zi vaqt yo'qotayotganini bilmaydi. Chunki o'zining mehnatini natija kutayotgan odam negativlarga hech qachon e'tibor bermaydi. Aksincha, buni motivatsiya deb hisoblaydi. Negativ fikrlar kelishni boshladimi, demak siz tez orada ko'tarilib ketasiz. Bu gapim bilan hammani negativ demoqchi emasman. Agarda siz ham negativ bo'lmasangiz, obuna bo'lib, shu videoni negativlardan bezor bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying. Agarda yo'q, qo'limdan negativdan boshqa ish kelmaydi demoqchi bo'lsangiz, bemalol negativ yozib ketishingiz mumkin. Chunki sizlarga motivatsiya berayotganim kabi, bu ham menga motivatsiya bo'ladi. Yana aytgancha, ovozimni Godzone ovoziga o'xshatayotganlar, Godzone o'zini atmetga qilib so'rasalaring bo'ladi. U bilan hech qanday aka-uka ham emasman, Hasan ham emasman. Shunchaki bitta viloyatdan bo'lganimiz uchun shevamiz o'xshash bo'lishi mumkin. Shunday ekan, qo'rqmasdan obuna bo'lib, poddecha qilishingiz mumkin. Chunki men hech kimning ovozini chopayotganim yo'q.